Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Dubay shahridamiz, Business Bay markazida. Sizlarga bugun bitta proyektni ko'rsatmoqchiman. Bu Bugatti bilan qurilayotgan Bugatti rezidensiyasi. Dunyoda birinchi marta Bugatti rezidensiya quryapti. Bu ultra lyuksuviy rezidensiyalardan bittasi. Dubay qoq markazida, Business Bayda joylashgan. Dubay Mallga 15 minutlik yo'l mashinada, uzog'i sal nariroqda binoning orqasida metro joylashgan. Hamma transportlar o'tadi, avtobuslar. Xo'sh, rezidensiyaga keladigan bo'lsak, rezidensiya xudo xolasa 2026-yil iyul oyiga bitadi. Plan aplatalari 80-20. Bu yerda 2 xonali, 3 xonali, 4 xonali penthouse bor eng tepasida. Eng qiziqarli joyi Bugatti bu Dubay bo'yicha butun UAE ya'ni OAE bo'yicha eng baland xonalarda turadigan застройщикlardan bittasi. Masalan, mana mas ko'rib turganingiz har bitta etajlarni oyiga 2 ta etaj уже qurib ketyapti. Keyin bu judayam qiyin proyektlardan bittasi. Qurilayotgan bino judayam ювелирный качествосida qurilyapti. Xo'sh, ozgina ma'lumot berib ketaman. Bu aytganimdek ultra lyuks zdaniyani balandligi 200 metr bo'ladi. Hozir bu уже почти что yarmiga yetib bordi, tam yarmi qurilyapti. Udobstvolari juda ham ko'p, basseyn. Har bitta etajda har bitta xonadonning o'zini basseyni bo'ladi. Keyin plan aplatalar 80-20, 80%ni shu qurilayotgan jarayonida to'lab borisizlar, qolgan 20%ni bitta bo'lgandan keyin to'lanadi. Bu ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizning представителimiz bor Feruz aka O'zbekistonda. Ularga qo'ng'iroq qilinglar, biz bilan bog'laninglar. Bizning ofisimiz shundoq mana shu binoning orqasida joylashgan, Joy Properties. Mening ismim Jahongir. O'zbekistondagi представителimiz Feruz aka bilan bemalol bog'lanishingiz mumkin. Nimaiki savolingiz bo'lsa, bemalol bizga chiqinglar. Rahmat.